Shuma, mama pullo haydi. Enang aytgan qiz bilan uchrashuvga chiq, tushundingmi? Biron joyga kirib, ovqat jingla. Sen ishtima zakaz berma. Sen zakaz bersang, kachishka jinjak makaron zakaz berasan. Qizga o'zing ayt, nima zakaz qilsangiz men ham shundan jeyavraman de, ha? Baxtimga shu lavaz bor ekan, kissam quruq qolmaydi. Ha, do'konni yopinglar, men ham ketaman. Juma aka, usta sizga kam pul berdi-da? Uka, qaydan kam beradi? O'q bilan bitta berdi. Ana shu bitta o'q pulingizni 3 ta ko'kiga almashtirib beraymi? Ha, bu gamlar meni garang deyapsanmi? Nimaga? O'tchalikda 3 ta bersang beraman-da. O'lla siz 3 ta o'tchalik deysiz, men bermaymanmi? Mana. Mana, ko'rdingmi? Men ham garang emas. Shunday yaxshimisiz? Ota-enangiz yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. O'qlar yaxshi o'chib oldingizmi? Hazilni piniqlar sevib, ha? Sepdik. Assalomu alaykum, nima buyurtma berasizlar? Sen ishtima zakaz berma. Sen zakaz bersang, kachishka jinjak makaron zakaz berasan. Ha, o'zing birovga buyuradim, nima desang men ham shunday beraman. O'zingiz aytavering. Bo'lmasa o'rdak sho'rib olibsang. O'rdak sho'rva? Hozir olib kelaman. O'rdak sho'rva deydimi, ha? Puli ko'pga o'xshayapti-yu, lekin ko'rinish tortmayapti-da. Omadim keldi shekilli. Aytgan zakazlaringni olib keldim. Mana o'rdak. Mana sho'rva. Sizlarga yoqimlisi. Bu o'rdak sho'rva emas-ku. Mana o'rdak, mana sho'rva, o'rdak sho'rva-ku. Aka men nima, garang deb o'ylayapsizmi? Men yoshligimdan bo'lsa o'rdak sho'rva yeyman. Ha, bilmaydi o'ylaysizmi? Voy aka, o'rdak sho'rva katta kasaga suvni solib turib, non to'g'rab bersangiz o'rdak sho'rva bo'ladi. Ha, ular qishloqqa o'rdak sho'rva desang, men seni bir puldor bola deb o'ylabman. Bu gamlar puli yo'q o'ylasammi? Baba qizil pulni ko'ryapsanmi? 3 ta o'tchalik bor, tushundingmi? Taytugim bilan sotib olaman. Sen nima deyapsan meni? Bitta salfetka bilan taglik olsak bo'ldi ekan. Usta bu. Chicago tagliklardan olsangiz o'g'lingiz mazza qiladi. Yo'q-ey. Yaponiya texnologiyalarida ishlab chiqarilgan. Osilib qolmaydi, qichishtirmaydi, achishtirmaydi, arizgiya bermaydi, yo'llardan osilib chiqib ketmaydi. Telefon kelibdi. Alo, jo'ra? Ha, nima? Menga kam pul beribsanmi, nima? Nima kam pul beraman senga? Hop, unangning bilan taytug bilan sotib olaman desam, qizil pul 3 ta taylasam, uri terib chiqarib berdi. Qizolga yer bilan bitta bo'lib qolibdi. Ha, men senga o'q pul berdim-ku. Aytgan sho'jag'un qizil pulga o'tchalik arishtirib beradi uni. Usta bu, men bitta to'qib ko'rayotgan yo'llarda chiqib ketmasa sizga aytaman. Nega qiynalganingiz shunday aka?